6-pora Niso surasining 148-oyatidan boshlanadi. Alloh yomonlikni so'z bilan oshkora aytishni suymaydi. Zulm qilingan, jabrlangan kishi bundan mustasno. Alloh eshituvchi va biluvchi zotdir. Yaxshilikni oshkora qilsangiz ham, pinhona qilsangiz ham yoki yomonlikni afv etsangiz ham, albatta Alloh afv etuvchi va qudratli zotdir. Allohga va payg'ambarlariga kufr keltiruvchilar, Alloh bilan payg'ambarlari o'rtasini uzishni xohlovchilar, biriga ishonamiz, biriga ishonmaymiz deb o'rtacha yo'l tutuvchilar, ana o'shalar haqiqiy kofirlardir. Kofirlarga esa xor etuvchi azobni tayyorlab qo'yganmiz. Allohga va payg'ambarlariga iymon keltirgan, ulardan birortasini ajratib qo'ymaganlar esa aynan ularga mukofotlarini albatta berur. Alloh kechirimli va rahimlidir. Ahli kitoblar sizdan osmondan kitob tushirishingizni so'raydilar. Musodan ham bundan kattaroq narsani so'rab, bizga Allohni ochiq ko'rsat deyishgan edi. Shunda bu zulmlari sababli ularni chaqmoq urgan edi. So'ngra aniq hujjatlar kelgandan keyin buzoqni ma'bud qilib olishdi. Shuni ham kechirdik va Musoga aniq saltanat, hujjat berdik. Ahdlari olinishi uchun tepalariga Tur tog'ini ko'tarib turdik va ularga darvozadan sajda qilgan holingizda kiring dedik. Yana ularga shanba kuni sinovida haddan oshmang dedik va ulardan qattiq ahd oldik. Ahdni buzganlari, Allohning oyatlarini inkor etganlari, payg'ambarlarni nohaq o'ldirganlari va dillarimiz yopiq deganlari sababli ularni jazoladik. Yo'q, balki kufrlari tufayli Alloh ularning dillarini muhrlab qo'ygandir. Shuning uchun oz qismidan boshqalari iymon keltirmaydilar. Yana ularning kufrlari va Maryam sha'niga nisbatan aytgan ulkan bo'xton gaplari sababli. Shuningdek, Allohning payg'ambari Iso Masih ibn Maryamni biz o'ldirdik degan gaplari tufayli jazoladik. Holbuki uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat boshqa bir kishi Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Albatta, uning to'g'risida bahslashganlar u haqda shubhadadirlar. Ularda gumonga ergashishdan boshqa biror to'g'ri ma'lumot yo'q. Aniqki, uni o'ldirishmagan. Balki uni Alloh o'z huzuriga ko'tardi. Alloh qudrat va hikmat egasidir. Hech bir ahli kitob yo'qki, o'limidan oldin unga iymon keltirmasa. Qiyomat kuni esa u Iso ularga qarshi guvoh bo'ladi. Yahudi bo'lganlarning zolimliklari va ko'p kishilarni Alloh yo'lidan to'sganlari sababidan ularga oldin halol qilingan narsalarni harom qilib qo'ydik.
yana boshqa sabablari ularning ustama foiz olishlari va odamlarning mol-mulklarini nohaq yeganlaridir. Ularning kofirlariga alamli azobni tayyorlab qo'yganmiz. Lekin ular yahudiylar orasida ilmda mustahkam bo'lgan kishilar hamda sizga nozil qilingan narsaga va sizdan ilgari nozil qilingan narsaga iymon keltiradigan mo'minlar, xususan namozni barpo qiluvchilar, zakotni ado etuvchilar, Allohga va oxirgi kun qiyomatga iymon keltiruvchilar ham borki, aynan ularga albatta ulkan mukofot ato eturmiz. Ey Muhammad, albatta biz Nuhga va undan keyingi payg'ambarlarga vahiy yuborganimiz kabi sizga ham vahiy yubordik. Shuningdek, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodi, Iso, Ayyub, Yunus, Harun va Sulaymonga ham vahiy yuborganmiz. Davudga esa Zabur kitobini berdik. Bir qator payg'ambarlar haqida qissalarni sizga ilgari aytdik. Ayrim payg'ambarlar qissalarini esa aytganimiz yo'q. Alloh Muso bilan bevosita gaplashdi. Payg'ambarlar kelgandan keyin odamlarda Allohga qarshi hujjat bo'lmasin deb payg'ambarlarni xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik. Alloh qudrat va hikmat egasidir. Lekin Alloh sizga nozil qilgan narsa Qur'onga o'z ilmi bilan guvohlik beradi. Farishtalar ham guvohlik berurlar. Alloh o'zi yetarli guvohdir. Albatta kofir bo'lgan va Allohning yo'lidan to'sganlar uzoq qattiq adashgandirlar. Albatta kofir bo'lgan va zolimlik qilganlarni Alloh kechirmaydi va to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Aksincha, ularni jahannam yo'liga ravona qilur. U yerda esa abadiy qolurlar. Bu ish Allohga osondir. Ey odamlar, payg'ambar sizlarga Rabbingizdan haq narsa islomni keltirdi. Bas iymon keltiringiz. Shunda o'zingiz uchun yaxshi bo'lur. Bordi-yu inkor etsangiz, bas osmonlar u yerdagi narsalar Allohnikidir. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Ey ahli kitoblar, Isoni ilohiylashtirib, diningizda haddan oshib ketmangiz. Alloh sha'niga esa faqat haq gapni aytingiz. Albatta, Iso Masih ibn Maryam faqat Allohning payg'ambari va uning Maryamga tushirgan kalimasi hamda uning tomonidan kelmish ruhdir xolos. Bas Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltiringiz. Ilohlar 3 ta demangiz, qaytingiz, o'zlaringizga yaxshi bo'lur. Albatta Alloh yagona ilohdir. U farzandli bo'lishdan pokdir. Osmonlardagi yu yerdagi narsalar unikidir. Alloh vakillikka kifoyadir. Masih Allohga banda, qul bo'lishdan sira or qilmaydi.
muqarrab Allohga yaqin farishtalar ham. Kimki unga banda bo'lishdan or qilsa va kibrlansa, u ularning barchasini albatta o'z huzuriga jam qilajak. Ana o'shanda iymon keltirib solih amallarni qilganlarga mukofotlarini mukammal berish bilan birga yana o'z fazlidan ularga ziyodalik ato etur. Ammo iymon keltirishdan or qilgan va kibrli bo'lganlarni alamli azob bilan jazolagay. O'zlari uchun Allohdan boshqa na do'st topadilar va na yordamchi. Ey odamlar, sizlarga Rabbingizdan hujjat, payg'ambar va mo'jizalar keldi. Sizlarga yana ravshan nur, Qur'onni ham nozil etdik. Allohga iymon keltirgan va unga bog'langan dinini mahkam tutganlarni u shu dunyoda o'zining rahmati va fazliga musharraf etib, ularni to'g'ri yo'lga yo'llagay. Ey Muhammad, sizdan fatvo so'raydilar. Ayting, Alloh sizlarga otasi ham, farzandi ham bo'lmagan odam to'g'risida shunday fatvo beradi. Agar farzandsiz bo'lgan bir erkak halok bo'lsa, agar singlisi qolgan bo'lsa, qoldirgan merosning yarmini olur. Agar singlisining farzandi bo'lmasa, u akasi merosxo'r bo'lur. Agar singillar ikkita bo'lsa, ularga aka qoldirgan narsaning 3dan 2si tegur. Agar merosxo'rlar aka-uka va opa-singillar bo'lsa, har bir erkakka 2 ayol hissasi berilur. Yanglishib ketmasliklaringiz uchun Alloh sizlarga meros hukmlarini o'zi bayon etadi. Alloh har bir narsani biluvchi zotdir. Moida surasi Madinada nozil qilingan 120 oyatdan iborat. Moida dasturxon demakdir. Surada islom mafkurasiga oid masalalar, shar'iy hukmlar, haj, umra, tahorat, nikoh, jinoyat, jazo, ichkilik, qimor hukmlari, payg'ambarlar qissasi va boshqa ma'lumotlar bayon etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Ey iymon keltirganlar, bitimlar, ahdlarga vafo qilingiz. Sizlar uchun chorva, xonaki hayvonlar go'shti halol qilindi. Sizlarga nomlari o'qilajak hayvonlar bundan mustasno. Ihrom, haj ibodatida bo'lganlaringizda ov qilishni halol deb sanamagaysiz. Albatta, Alloh iroda qilgan narsaga hukm qilur. Ey iymon keltirganlar, Allohning hajga doir shiorlarini, harom oy, haj oylarini, qurbonliklarni, ularga taqib qo'yilgan taqinchoqlarni,
Parvardigorlarining fazli va roziligini topish niyati bilan Baytul Harom Ka'baga boruvchilarni ularga qarshilik qilishni halol deb hisoblamangiz. Halol qilingan holatga chiqqanlaringizda esa ov qilaveringiz. Sizlarni Masjidi Haromdan to'suvchi qavmning adovati tajovuz qilishingizga undamasin. Ezgulik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz. Gunoh va adovat yo'lida hamkorlik qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh azobi qattiq zotdir. O'limtik, qon, cho'chqa go'shti, Allohdan o'zganing nomi aytib so'yilgan, bo'g'ilib o'lgan, urib o'ldirilgan, yiqilib o'lgan, suzishdan o'lgan va yirtqich hayvon yegan hayvonlar sizlarga harom qilindi. Illo shar'an so'yganingiz haloldir. Yana but sanamlarga atab so'yilgan hayvonlar go'shti va fol cho'plaridan qismatingizni istashingiz ham harom qilindi. Bu ishingiz fosiqlikdir. Bugunga kelib endi kofirlar diningiz mag'lubiyatidan noumid bo'ldilar. Shuning uchun ulardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. Ana endi bugun diningizni kamoliga yetkazdim, ne'matimni tamomila berdim va sizlar uchun islomni din bo'lishiga rozi bo'ldim. Kimki gunohga moyilligidan emas, balki ocharchilikda mazkur man etilgan narsalardan yeyishga majbur bo'lsa, albatta Alloh kechirimli va rahimlidir. Sizdan o'zlariga halol qilingan narsalar haqida so'raydilar. Ayting, sizlarga pokiza narsalar va Alloh sizlarga bildirganidan sizlar o'rgatgan yirtqichlar halol qilindi. Bas, ular sizlar uchun tutgan ovlaridan bismillohni aytib yeyaveringiz va Allohdan qo'rqingiz. Zero Alloh hisob kitobni tez qiluvchi zotdir. Bugun sizlar uchun pokiza narsalar halol qilindi. Shuningdek, ahli kitoblarning taomi sizlar uchun halol va taomingiz ular uchun haloldir. Zinokorlik va maxfiy o'ynash qilib olish uchun emas, balki mahrlarini bersangiz, mo'mina ayollarning iffatlilari va sizlardan oldin kitob berilganlarning iffatli ayollari ham haloldir. Kimki iymondan kufrga qaytsa, qilgan savobli ishi albatta zoye bo'lur va u oxiratda ziyon ko'ruvchilardandir. Ey iymon keltirganlar, namoz o'qishga turar ekansiz, albatta yuzlaringizni, qo'llaringizni tirsaklaringizgacha yuvingiz. Boshlaringizga mask tortingiz va oyoqlaringizni to'piqlarigacha yuvingiz. Agar junub bo'lsangiz, obdon poklaningiz, cho'milingiz. Agar bemor yoki safarda bo'lsangiz, yoki sizlardan biror kishi hojatxonadan chiqib kelsa, yoxud xotinlaringiz bilan surkalishgan, qovushgan bo'lsangiz-u, lekin suv topmasangiz, pok tuproqqa tayammum qilib, undan yuzlaringiz va qo'llaringizga surting. Alloh sizlarga biror qiyinchilik paydo qilishni ravo ko'rmaydi. Aksincha, sizlarni poklash
va ne'matlarini sizlarga mukammal berishni xohlaydi. Zora shukr qilsangiz. Allohning sizlarga bergan ne'matini va eshitdik va bo'yin sundik deb bitishgan ahdingizni eslangiz. Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh ko'ngillar zoti sirini biluvchidir. Ey iymon keltirganlar, Alloh uchun to'g'rilikda sobit turuvchi, odillik bilan guvohlik beruvchi bo'lingiz. Biror qavm kishilarini yoqtirmaslik sizlarni ularga nisbatan adolatsizlik qilishga undamasin. Adolatli bo'lingiz, zero u adolat taqvoga yaqinroqdir. Allohdan qo'rqingiz, albatta Alloh ishlaringizdan xabardordir. Iymon keltirib solih amallarni qilganlarga Alloh mag'firat, kechirim va ulkan mukofot va'da qildi. Kufrga ketgan va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar esa ana o'shalar jahim, do'zax ahlidir. Ey iymon keltirganlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslangiz. Bir qavm kishilari sizlarga qo'l ko'tarish, hujum qilishni niyat qilganida qo'llarini sizlardan qaytargan edi. Allohdan qo'rqingiz. Mo'minlar faqat Allohga tavakkul qilsinlar. Alloh Isroil avlodidan ahd oldi va biz ulardan 12 yo'lboshchini tanlab yubordik. So'ngra Alloh dedi: "Dar haqiqat men sizlar bilan birgaman. Agarda namozni barkamol ado etsangiz, zakot bersangiz, payg'ambarlarimga iymon keltirsangiz va ularni sharaflab madad bersangiz, hamda savobli ishlar qilib Allohga chiroyli qarz bersangiz, albatta gunohlaringizni kechaman va ostidan anhorlar oqadigan bog'lar jannatga kiriturman. Shundan keyin ham sizlardan kimki kufrga ketsa, to'g'ri yo'ldan beshak ozgan bo'lur. O'z ahdlarini buzganlari sababli ularni la'natladik va qalblarini beshafqat mehrsiz qilib qo'ydik. So'zlarning o'rinlarini o'zgartiradilar. Ularga eslatilgan narsadan bir katta qismini unutdilar. Mana ulardan bir qismigina mustasno. Qolganlari xiyonat qilayotganini mudom kuzatayapsiz. Ularni af eting va kechiring. Albatta Alloh ezgulik qiluvchilarni sevadi. Biz nasroniylarmiz deganlardan ham ahdlarini oldik. Ularga eslatilgan narsadan katta bir qismini unutdilar. Shundan keyin ularning o'rtalarida qiyomat kunigacha adovat va nafrat qo'zg'atdik. Keyin Alloh ularni o'z qilmishlaridan xabardor qilajak. Ey ahli kitoblar, sizlarga rasulimiz Muhammad kelib, kitobdagi ko'pgina siz yashirgan oyatlarni sizlarga bayon qilmoqda va xatolaringizning aksariyatini af etmoqda. Allohdan sizlarga nur va ravshan kitob keldiki, u bilan Alloh rizosini topishga intilganlarni u tinchlik va salomatlik yo'llariga yo'llab, o'z izni bilan ularni zulmatlardan nurga chiqarur va to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Alloh Maryamning o'g'li Masih deganlar kufrga ketdi.
ayting, agar Alloh Maryamning o'g'li Masihni, uning onasini va yerdagi hamma odamlarni halok etishni iroda qilsa, kim ham biror narsaga qodir bo'lar edi? Osmonlar, yer va ular o'rtasidagi borliq ustidan hukmronlik faqatgina Allohga tegishlidir. Xohlagan narsani yaratadi. Alloh har narsaga qodirdir. Yahudiylar va nasroniylar biz Allohning o'g'illari va habiblarimiz deydilar. Ayting, unday bo'lsa, nega gunohlaringiz tufayli sizlarni azoblaydi? Yo'q, sizlar ham u yaratgan odamlardansiz. Xohlagan bandasini kechiradi, xohlaganini azoblaydi. Osmonlar, yer va ular o'rtasidagi borliq ustidan hukmronlik Allohgagina tegishlidir va qaytish ham faqat uning huzurigadir. Ey ahli kitoblar, sizlarning bizlarga na bashoratchi va na ogohlantiruvchi payg'ambar kelmadi deganingiz uchun sizlarga rasulimiz oldingi payg'ambarlardan bir muddat o'tgach bayon etuvchi bo'lib keldi. Mana sizlarga bashoratchi ham, ogohlantiruvchi ham keldi. Alloh har narsaga qodir zotdir. Musa o'z qavmiga aytganini eslang. Ey qavmim, Allohning sizlarga bergan ne'mati, ichingizdan payg'ambar chiqargani, sizlarni ba'zilaringizni podshoh qilgani va olamlardan hech bir kimsaga bermaganini sizlarga ato etganini eslangiz. Ey qavmim, Alloh sizlar uchun bitib yozib qo'ygan muqaddas yer Baytul Maqdisga kiringiz va ortingizga qaytib ketmangizki, ziyon ko'ruvchilarga aylanib qolursiz. Aytdilar: Ey Musa, u yerda bahaybat zolim qavm bor. Ular u yerdan chiqmagunlarigacha biz u yerga sira kirmaymiz. Agar u yerdan chiqsalargina biz kiruvchilardirmiz. 12 yo'lboshchi ichidan Allohdan qo'rqadigan va Allohning in'omiga sazovor bo'lganlaridan 2 kishi shunday dedi: ular ustiga shaharga darvozadan kiringiz. Unga kirib olishingiz bilan sizlar g'olib bo'lasiz. Agar mo'min bo'lsangiz, Allohga tavakkul qilingiz. Aytdilar: Ey Musa, modomiki ular u yerda ekanlar, biz sira u yerga kirmagaymiz. Sen o'zing va Rabbing borib ular bilan jang qilaveringiz. Biz esa shu yerda o'tiruvchilarmiz. Musa aytdi: Ey Rabbim, men faqat o'zim va birodarim Harunga egalik qilurman. Bas, bizni u fosiqlar qavmidan o'zing ajrim qilgin. Alloh dedi: Albatta, u Baytul Maqdis endi ular uchun 40 yilga kirishi taqiqlangandir. Yer yuzi bo'ylab sarsonlikda yuradilar. Sen bu kabi fosiqlar qavmi uchun qayg'urma. Ularga Odamning 2 o'g'li Qobil va Hobil haqidagi xabarni haqiqati bilan o'qib bering. Ikkisi qurbonlik qilganlarida biridan qabul qilindi, unisidan esa qabul qilinmadi. Qurbonligi qabul bo'lmagan Qobil
ukasi Hobilga seni albatta o'ldirajakman dedi. Hobil esa qurbonlikni Alloh aslida taqvoli kishilardan qabul qilar. Agar meni o'ldirish uchun qo'lingni men tomonga cho'zsang, men seni o'ldirish uchun sen tomonga qo'limni cho'zuvchi emasman. Axir men olamlar Rabbi Allohdan qo'rqaman. Men o'zimning gunohimni ham, o'z gunohingni ham zimmangga olib ketishingni va do'zax ahlidan bo'lishingni xohlayman. Zolimlarning jazosi shudir dedi. Uning havoyi nafsi birodarini o'ldirishni xush ko'rsatdi va darhol uni o'ldirdi. Shu bilan u ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qoldi. Shundan so'ng Alloh unga birodari murdasini qanday ko'mishni ko'rsatish uchun yerni kavlovchi bir qarg'ani yubordi. Holimga voy, nahot shu qarg'achalik bo'lishdan ojiz bo'lsam, men ham birodarim jasadini tuproqqa ko'ma qolay dedi. Shunday qilib, u pushaymon qiluvchilardan bo'lib qoldi. Ana o'sha ilk qotillik tufayli Isroil avlodiga shunday hukmni bitib qo'ydik. Biror jonni o'ldirmagan yoki yerda buzg'unchilik va qaroqchilik kabi fasod ishlarini qilmagan insonni o'ldirgan odam xuddi hamma odamlarni o'ldirgan kabidir. Unga hayot baxsh etgan, o'limdan qutqarib qolgan odam esa barcha odamlarni tiriltirgan kabidir. Ularga rasullarimiz ilohiy hujjatlarni keltirganlar. So'ngra ularning ko'pchiligi o'shandan keyin ham yerda isrof qiluvchilardir. Dar haqiqat Alloh va uning payg'ambariga qarshi jang qiladigan va yer yuzida buzg'unchilik qilib yuruvchilarning jazosi o'ldirilish yo chormixlanish yoki oyoq qo'llarining qarama-qarshi tomondan kesilishi yoxud yerdan vatandan quvg'in qilinishdir. Ana shu jazo ular uchun bu dunyoda sharmandalik va oxiratda ular uchun ulkan azob ham bordir. Ammo sizlar ular ustidan qodir bo'lishingiz, qo'lga tushirishlaringizdan oldin tavba qilganlar bundan mustasno. Bilib qo'yingizki, Alloh kechirimli va rahimli zotdir. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqingiz va unga yaqinlashtiruvchi savobli ishlardan vasila vosita izlangiz. Hamda uning yo'li toatida jiddu jahd qilingiz, toki oxiratda najot topgaysiz. Dar haqiqat kufrda bo'lganlar qiyomat kunining azobidan to'la qutulish uchun mabodo yer yuzidagi hamma narsaning 2 barobariga ega bo'lganlarida ham ulardan qabul qilinmagay. Ular uchun alamli azob tayyorlab qo'yilgandir. Do'zaxdan chiqishni istaydilar. Holbuki ular undan chiquvchi emaslar. Ularga muqim abadiy azob belgilangandir. O'g'ri erkak va o'g'ri ayolning qilmishlariga yarasha jazo va Allohdan berilgan azob sifatida qo'llarini kesingiz. Alloh qudrat va hikmat egasidir. Kimki bu zulmidan keyin tavba qilsa va o'zini tuzatsa,
Albatta Alloh uning tavbasini qabul etadi. Albatta Alloh mag'firatli va marhamatli zotdir. Osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xos ekani, binobarin xohlagan kishini azoblab, xohlagan kishini kechirishini bilmadingizmi? Dar haqiqat Alloh hamma narsaga qodirdir. Ey Rasul, og'izlari bilan iymon keltirdik deydigan, lekin dillari iymon keltirmaganlar va yahudiylardan bir qismi kufr sari intilayotganlari sizni xafa qilmasin. Ular yolg'on to'qish uchun sizning gaplaringizni eshitib oluvchi va huzuringizga kelmagan o'z o'rinlariga qo'yilgan so'zlarni keyin o'zgartiradigan boshqa qavm yahudiylar uchun gaplaringizni eshitib oluvchilardir. Aytadilar: agar shu o'zgartirilgan hukm sizlarga berilsa, qabul qilib olingiz. Bordi-yu berilmasa, saqlaningiz. Kimniki Alloh fitnada sinashni istasa, siz uning uchun Allohdan hech narsaga ega bo'la olmaysiz. Ana o'shalarning qalblarini poklashni Alloh iroda qilmagan. Ular uchun bu dunyoda sharmsorlik va ular uchun oxiratda ulkan azob muqarrardir. Ular yolg'on to'qish uchun sizga quloq soladigan va haromni, porani yeydiganlardir. Agar sizga hukm so'rab kelsalar, o'rtalarida hukm chiqaring yoki ulardan voz keching. Agar ulardan voz kechsangiz ham sizga sira zarar yetkazmaydilar. Agar hukm qilsangiz, o'rtalarida adolat bilan hukm qiling. Albatta Alloh odillarni sevadi. O'zlarida Tavrot va unda Allohning hukmi bo'la turib, nechuk sizni hukm chiqarishga undaydilar va so'ngra yuz o'giradilar, hukmingizga amal qilmaydilar. Ana o'shalar sizga va Tavrotga aslo iymon keltiruvchi emaslar. Darvoqe, biz ularga Tavrotni nozil qildik. Undagi hidoyat va nur bilan itoatkor nabiylar, zohidlar va ulamolar yahudiy bo'lganlarga Allohning kitobidan yod oldirilgan bilimlariga binoan hukm bayon eturlar. O'zlari bunga guvohdirlar. Bas, ey hukm chiqaruvchilar, odamlardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz va mening oyatlarimni ozgina bahoga almashtirmangiz. Alloh nozil qilgan narsa oyatlar bilan hukm qilmaganlar, ana o'shalar kofirlardir. Biz unda Tavrotda ularga jonga jon, ko'zga ko'z, burunga burun, quloqqa quloq, tishga tish va jarohatlarga qasos olinur deb bitib qo'ydik. Kimki u qasosni sadaqa qilib kechib yuborsa, u gunohlariga kafforatdir. Alloh nozil etgan oyatlar bilan hukm qilmaydiganlar, ana o'shalar zolimlardir. Ularning izlaridan Iso ibn Maryamni o'zidan oldingi tushirilgan Tavrotni tasdiq etuvchi holda izdosh qilib yubordik va unga Injilni, ichida hidoyat
va nuri bilan o'zidan oldingi tushirilgan Tavrotni tasdiq etuvchi holda taqvodorlar uchun hidoyat va nasihat manbai qilib berdik. Injil ahli undagi Alloh nozil etgan narsa oyatlar bilan hukm qilsinlar. Alloh nozil etgan oyatlar bilan hukm qilmaydiganlar ana o'shalar fosiqlardir. Sizga esa ey Muhammad, o'zidan oldingi kitoblarni tasdiq etuvchi va u kitoblarni muvofiqlashtiruvchi sifatida kitob Qur'onni haqiqatan nozil qildik. Bas ular o'rtasida Alloh nozil etgan oyatlar bilan hukm qiling. Sizga kelgan haqiqatdan chetlab ularning havoyi fikrlariga ergasha ko'rmang. Sizlardan har bir ummat uchun alohida shariat va yo'l tayin qilib qo'ydik. Agar Alloh xohlasa edi, sizlarni bir ummat, bir xil shariatda qilib qo'ygan bo'lar edi. Lekin o'zi bergan narsa shariatlarda sizlarni sinash uchun bir xil qilmadi. Bas xayrli, savobli ishlarda bir-biringizdan o'zishga oshiqingiz. Hammangizning qaytadigan joyingiz Allohning huzuridir. O'shanda u sizlarga kelisha olmay yurgan narsalaringizning xabarini berajak. Ular o'rtasida Alloh nozil etgan narsa oyatlar bilan hukm qiling. Ularning havoyi fikrlariga ergashmang va Alloh sizga nozil qilgan hukmlarining ba'zilaridan sizni chalg'itishlaridan ehtiyot bo'ling. Agar yuz o'girsalar, bilingki Alloh ularga ba'zi gunohlari tufayli musibat yetkazishni istaydi. Albatta, odamlarning ko'pchiligi fosiq, itoatsizdirlar. Johiliyat davri hukmini qumsayaptilarmi? Chindan ishonuvchi kishilar uchun Allohdan ko'ra kim hukmda chiroyliroq ekan? Ey iymon keltirganlar, Yahudiylar va Nasroniylar bilan do'st tutinmangiz. Ularning ba'zilari bilan do'stdirlar. Sizlardan kimki ular bilan do'st tutinsa, u albatta ulardan bo'lib qolur. Albatta Alloh zolimlar qavmini hidoyat sari yo'llamagan. Dillarida kasallik bor kimsalar bizga biror ofat yetib qolishidan qo'rqamiz deb ular tomon intilayotganini ko'rasiz. Axir Alloh musulmonlarga g'alaba ato etib yoki o'z huzuridan biror buyruq berib qolsa, ichlarida sir tutgan narsalariga pushaymon bo'luvchilarga aylanib qolishlari mumkin-ku. Ana o'shanda iymon keltirganlar sizlar bilan birgamiz deya zo'r berib qasam ichganlar ana shularmi degaylar. Ularning savobli ishlari yerga ketdi. Natijada ziyon ko'ruvchilarga aylanib qoldilar. Ey iymon keltirganlar, sizlardan kimki dinidan qaytsa, Alloh shunday bir qavmni keltirurki, ularni Alloh sevadigan va ular ham uni sevadigan, mo'minlarga nisbatan kamtar, kofirlardan esa o'zlarini yuqori tutuvchi, Allohning toati yo'lida jiddu jahd qiluvchi, malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan bo'lurlar. Bu Allohning fazlidirki, uni o'zi xohlagan bandalariga berur. Alloh karami keng, dono zotdir.
darvoqe sizlarning do'stingiz faqat Alloh, uning rasuli va iymon keltirganlar hamda namoz o'qiydigan va ruku qilgan hollarida ham zakot sadaqa beruvchilardir. Kimki Allohni, rasulni va iymon keltirganlarni do'st tutsa, albatta Allohning bu hizbi chinakam g'oliblardir. Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldin kitob berilganlardan diningizni mazax va o'yin qilib olganlar hamda kofirlar bilan do'st tutinmangiz. Mo'min bo'lsangiz Allohdan qo'rqingiz. Ular namozga azon aytsangiz, uni namozni yoki azonni mazax va o'yin qilib oladilar. Bu ularning aqlsiz qavm ekanidan dalolatdir. Ayting, ey ahli kitoblar, Allohga, bizga nozil qilingan Qur'onga va oldin nozil qilingan kitoblarga iymon keltirganimiz, sizlarning aksariyatingiz esa fosiq, itoatsiz bo'lganingiz tufayli bizdan intiqom olmoqchimisiz? Ayting, Alloh nazdida bundan ham yomonroq savob, jazo oluvchilar to'g'risida sizlarni xabardor qilaymi? Ular Alloh la'natlagan, g'azab qilgan, ulardan ba'zilarini maymun va cho'chqalarga aylantirgan hamda shaytonga ibodat qilganlardir. Ana o'shalar makoni yomon va to'g'ri yo'ldan ko'proq adashgan kimsalardir. Huzuringizga kelganlarida iymon keltirdik deyishadi. Vaholanki kufr bilan kirib, kufr bilan chiqib ketadilar. Alloh ular yashirib yurgan narsa, munofiqliklarini yaxshi biluvchidir. Ularning aksariyati gunoh, adovat va haromxo'rlik sari sur'at bilan intilayotganlarini ko'rasiz. Qilayotgan ishlari o'ta yomon ishdir. Ruhoniy va olimlari ularni gunoh gaplari va haromxo'rliklaridan qaytarsalar bo'lmaydimi? Qilayotgan sir sinoatlari juda yomondir. Yahudiylar Allohning qo'li bog'liq, baxil dedilar. O'zlarining qo'llari bog'lanur va bu gaplari sababli la'natlanurlar. Aslida Allohning ikki qo'li ochiq. Qanday xohlasa shunday ehson qilaveradi. Sizga Rabbingizdan nozil etilgan narsa, Qur'on ulardan ko'plarining gumrohligi va kufrini orttirdi xolos. Ularning oralariga to qiyomat kunigacha davom etadigan adovat va nafrat solib qo'ydik. Urush olovini yoqishlari bilan uni darhol Alloh o'chirib turadi. Yana ular yer yuzida fasod ishlarni qilishga harakat qiladilar. Alloh esa buzg'unchilarni yaxshi ko'rmaydi. Agar ahli kitoblar iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, albatta ularning gunohlarini kechirgan va jannatdagi so'lim bog'larga kiritgan bo'lar edik. Agar ular Tavrot, Injil va Parvardigorlari tomonidan ularga nozil qilingan narsa Qur'onga rioya qilishganida, tepalaridan ma'naviy, oyoqlari ostidan moddiy ta'minlangan bo'lar edilar. Darvoqe, ular ichida mo'tadil iymonli toifa ham bor.
lekin ulardan ko'pchiligining qilayotgan ishlari o'ta yomondir. Ey Rasul, Rabbingizdan sizga nozil qilingan narsa, oyatlarni odamlarga yetkazing. Agar buni qilmasangiz, uning risolasi topshirig'ini yetkazmagan bo'lursiz. Alloh sizni odamlar zararidan saqlagay. Albatta, Alloh kofirlar qavmini hidoyat sari yo'llamagay. Ayting, ey ahli kitoblar, toki Tavrot, Injil va Rabbingiz tomonidan sizlarga nozil qilingan narsalarni barpo etmaguningizgacha hech bir narsa dinda muqim emassizlar. Sizga Rabbingiz tomonidan nozil qilingan narsa, Qur'on, ularning ko'plarida faqat haddan oshish va kufrnigina orttirayotir. Bas, kofirlar qavmiga nisbatan taassufda bo'lmang. Albatta, iymon keltirganlar, shuningdek yahudiy bo'lganlar, sobiylar, farishtalarga sig'inuvchilar va nasroniylardan Alloh va oxirgi kunga iymon keltirib, savobli ishlarni qilganlari uchun oxiratda xavf yo'q va ular tashvish ham chekmaydilar. Isroil avlodining ahdlarini oldik va ularga payg'ambarlar yubordik. Har gal payg'ambar ularga havoyi nafslari xush ko'rmaydigan narsa, hukmni keltirganida, bir qismini yolg'onchiga chiqarib, boshqa bir qismini esa qatl qiladilar. Yana ularga hech qanday fitna, jazo yetmaydi deb hisoblaydilar va oqibatda ko'r va kar bo'lib qoldilar. So'ngra Alloh ularni kechirgandan keyin ham ko'plari yana ko'r va kar bo'lib oldilar. Alloh esa ular qilayotgan ishlarni ko'rib turuvchidir. Alloh bu Masih ibn Maryam deganlar kofir bo'ldilar. Masih ularga dedi: Ey Isroil avlodi, Rabbim va Rabbingiz bo'lmish Allohga ibodat qilingiz. Kimki Allohga shirk keltirsa, albatta unga Alloh jannatni harom qilur va borar joyi do'zaxdir. Zolimlarga esa yordamchilar bo'lmas. Alloh uchtaning, Alloh Maryam va Isoning yoki ota, o'g'il va muqaddas ruhning biridir deganlar ham kofir bo'ldilar. Yagona ilohdan boshqa iloh yo'qdir. Agar aytayotgan gaplaridan qaytmasalar, ular orasidan kofir bo'lganlariga oxiratda alamli azob yetishi muqarrardir. Allohga tavba qilib, undan kechirim so'ramaydilarmi? Axir Alloh kechirimli va rahimli zot-ku. Masih ibn Maryam faqat rasul, Allohning elchisidir. Undan oldin ham rasullar o'tgan. Onasi Siddiqa iymonda sodiq ayoldir. Ikkisi ham boshqa insonlar kabi taom yer edilar. Qarang, ularga hujjatlarni qanday aniq bayon etayapmiz. So'ngra qarang, ular haq yo'ldan qayoqqa qarab og'ayaptilar. Ayting, Alloh qolib sizlarga na zarar va na foyda keltirishga ega bo'lmagan narsalarga ibodat qilasizmi? Alloh
u eshituvchi va biluvchi zotdir. Ayting, ey ahli kitoblar, diningizda haddan oshmangiz va oldindan adashgan va ko'plarni adashtirgan hamda to'g'ri yo'ldan chalg'iganlarning havoyi nafslariga ergashmangiz. Isroil avlodidan kofir bo'lganlar Dovud va Iso ibn Maryam tili bilan la'natlandilar. Bunga itoatsizliklari va tajovuzkor bo'lishlari sabab. Yana ular qilib yurgan munkar, noshar'iy ishlardan bir-birlarini qaytarmas edilar. Qilib yurgan ishlari naqadar yomon. Ularning aksariyatini kofirlar bilan do'stlashganini ko'rasiz. Nafslari ularga orttirgan narsa shunchalik yomon bo'ldiki, ularga nisbatan Allohning g'azabini keltirdi. Ular shu azobda abadiy qoluvchilardir. Agar ular Allohga, payg'ambarga va unga nozil qilingan narsalarga iymon keltirgan bo'lganlarida o'shalarni o'zlariga homiy qilib olmagan bo'lar edilar. Lekin ularning ko'pchiligi fosiqlardir. Iymon keltirganlarga nisbatan eng ashaddiy adovatda bo'luvchilar yahudiylar va shirk keltirganlar ekanini ko'rasiz. Iymon keltirganlarga nisbatan do'stlikda yaqinroqlar biz nasroniylarmiz deganlar ekanini ham ko'rasiz. Buning sababi ular nasroniylar ichida ruhoniy va rohiblarning borligi va ularning kibrga berilmasligidir.